Tor Wi-Fi ko'pchiga o'chiryapti. Ekrem ovoz chiqyaptimi? Ovoz chiqayotgan bo'lsa, tegiga ovoz chiqyapti deb yozayotgan bo'lsanglar, yaxshi bo'lardi. 5 odam kiribdi. Men so'zlashni boshlab ketayamsa. Assalomu alaykum. Hurmatli dunyoning har qaysi joylaridagi muhojiratdagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar, hammalarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men Tug'liq Hamid qarindoshlardan hammalarga salom. Men shu bir 7-oydan boshlab bir Facebook'tan vaqtinchalik to'xtab, ozroq bir ishlar bilan mashg'ul bo'lmoqchidim, aldirashdim. Bu ishlarni qilyapman. Men futbolningki taqishib qilib, qarindoshlarimizningki. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Shuning bilan endi bularnikini qo'llash, bularga madad berish uchun to'g'ri bo'lib qoldim. Toz yomon vaqtlar to'g'ri kelib qolganlik uchun. Andan keyin yana bir necha kunning ichida bir iddalar chiqibdi. Shuningga mana bir o'zimniki ko'z qarashlarini so'zlagach, o'tib ketay dedim. Oldi bilan bu yilgi Osiyo mustaqillikni xohlaydiganmi? Shunaq davlat shu Konifa futbol musobaqasida qatnashgan Ilshod Islom Terner apandim boshchiligidagi 19 azmatga o'sha keyingi qaytamliq 2027 yillik dunyo futbol lo'nqisini tanlash musobaqasiga erishganligiga ham bizningki Sharq Turkiston marshimizni Londonda anglatganiga ham shu Sharq Turkiston davlat bayrog'imizni shu yerda bildirganiga ham natijaga erishganiga chin qalbimdan rahmat aytaman shu qarindoshlarimizga. Ham moddiy jihatdan va ma'naviy jihatdan shularni qo'llagan aka-adilarimizga, mayli Uyg'uristoncha bo'lsin, mayli Sharq Turkistoncha bo'lsin, mayli avtonomiyasi bo'lsin, mayli kishilik huquqchisi bo'lsin, ulus degan shu vaqt soat kelgan chog'da, masalan, Shvetsiyada necha partiya bo'ladi, Turkiyada necha partiya bo'ladi, shundoq bir minik atletika deymiz, olimpik musobaqasi deymiz, futbol bo'lgan chog'da hamma partiyaniki a'zolari davlatniki shu futbol maydoniga yig'ilib, shu Turkiyaning bayrog'i ostida yoki Shvetsiyaning bayrog'i ostida yoki Amerikaningki bayrog'i ostida turadi. Mana bu bizningki hamda xalqimizningki kallasida ulusalningki yetilayotganligi va Sharq Turkiston ideyasininki kuchayotganligi. Mayli bu yerda Sharq Turkiston bo'lsin, mayli Uyg'uristonchilar deydiganlar bo'lsin, har jihatdan qo'llashlar keldi. Albatta shunday bo'lish kerak. Biz ismninki tuyiga emas, bayroqning tuyiga yiqilishimiz kerak. Endi bu narsani demasam bo'ldi, bizningki yillardan beri munofiqlar, har xil chapon yengishlaydigan avtonomchilar, mustaqilchilar, o'zinglar har xil odamlarni ko'rdinglar. Bular yillardan beri xalqimizni qaymoq turib, shunday qilib keldi. Amaliyotda qarindoshlar, bu yerda bizningki endi mening ko'nglimnikin desam, bizningki muhojiratda biz bildik. Endi yerimi to'laraqi vatanga berib kelayotgan ishlar aralashmaydigan. Uning ichidagi tashkilotchilarningki xotin qizlari va bolalari bor. Normal fuqarolarmi bor. Uningdan avtonomchisimi bor, kishilik huquqchisimi bor, mustaqilchisimi bor. Endi bu siyosat degan murakkab bo'ladi. Qanday bo'lgancha biz hozir endi asos jihatdan xalqimizning manqurtligini, puchakligini biz tamoman yetib tonidik deyman deb o'ylayman, mujohid qarindoshlar. Manqurtlikni va puchaklikni tamoman yetib tushundik deyman. Endi qanday qilish kerak? Shunday bir faoliyatlar bo'lgan chog'da asli bu shunday madaniyat
Bizningki naqsh usul, urf-odatlarimiz bizning Uyg'ur xalqininki madaniyati. Lekin buni munofiqlar qurultaydigilar irqiy qirg'inchilik bo'layotgan vaqtlarda buni shu bozorga selib qirg'inchiligini Xitoyniki yo'shirishga tirishdi. Asli bundaq narsalar bo'lmasligi kerakmi, bo'lish kerakmi degan narsalarniki datalash qiladigan vaqt sayti bo'ladi. Masalan, irqiy qirg'inchilik bo'lgandek vaqtlarda qat'iy bundaq naqsh usullarni yo'qotish kerak. Ama madaniyatni tanıştırışıp kelgan chaqda cho'qim o'zimizning yemak-ichmak madaniyati, naqsh usul madaniyati, futbol mana bu qaytim qilib shu millat shu bir madaniyatning tegiga bir uluslashib kirib mushtaning tegida mustahkamlashdi. Ham biz mujohid qarindoshlarimizningki tamam, endi bildikda endi kimning qanchalik mustaqilchi, kimning qanchalik avtonomiyachi, kimning qanchalik sotqin, kimning jasus, kimningki endi ne uchun ishlaydiganini bilgan bo'lsakmi, endi qanday qilish kerak? Endi meningcha bo'lgan chaqda mushundaq bir faoliyatlar bo'lgan chaqda mayli kim qo'llishidan qat'iy nazar ularni tillamay, ularningki bergan yordamini qabul qilib, ular shu Sharq Turkistonliklar desa, shu bayroqning tagiga kelsa, ularni tuvan darajalik deganimiz, ya'ni eng tuvan qatlamdagi aslamas aktivist, masalan aktivist qiladigan, shunday bir faoliyatlarni qiladigan ishlarda qo'llasa albatta bo'ladi deb qarayman. Chunki endi ularning ba'zi bir pushaymon qiladigan ishlar bordi yoki pushaymon qilmaydigan ishlar bordi. Uni munofiq bo'lib ketgandan o'zi biladi, uni biz bilmaymiz. Lekin o'ttir bosqich bilan yuqori bosqichda davlatlar bilan rasmiy kelishimlar tuzilib, mustaqilligimizni, irodamizni bildirgan chog'da qanday shartlarni qo'yamiz? Shuning uchun undaqlarni yaqin keltirmaslik kerak. Lekin normalda xalqning chechilib ketmasligi, birligi uchun uningmi qo'llovchilari bo'ldi. Meningmi qo'llovchilarim bo'ldi. Men qarshi odamlar bor. Dilyarni qo'llaydiganlar bor, dilyar qarshi odamlar bor. Ammo tövandagi faoliyatlarni qilgan chog'da bu yerda guruhvozlik qilmay, bu yerda qabilavozlik qilmay, bu yerda biz bir yerdan bosh chiqarib bu ishlarni qilishimiz kerak. Mana bu qaytam shu 2025'lik Konifa Asiya futbol tanlash musobaqasida yaxshi bo'ldi. Qarindoshlarimiz yaxshi natijaga erishdi. Mujohidlikmi hamda qarindoshlarimiz jiq iqtisodiy yordamlarni berdi. Uya Londonlik qarindoshlar kuch chiqiribdi. Ularga rahmat. Tomoqxonalar, restoranlarningki tomoqlarni etib beribdi, o'rinlashtiribdi. Shunga bilan birga shu qarindoshlarimizga rahmatimni aytaman. Balki men tushuntira oldimmi yo tushuntira olmadimmi, nima demoqchi bo'lganimni bak cho'nqirlab kirgim yo'q. Endi ikkinchisi, yaqinda atalmış o'zini birdan bir sürgün hukumat davagan, shaxsan bizmi qo'llagan, bizmi birdan bir sürgün hukumat deydi, ammo undaq chiqmadi. Davagan g'olam boshchiligidagi sürgün hukumatdan bugun Sayragul xonim chiqib so'zlabdi, Mantimin Alas chiqib so'zlabdi, Trump apandimga Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llash uchun tashkilotlar imzo berishinglar kerak deb chiqibdi. Bu amaliyotda to'g'ri, xatosi yo'q. Chiqadigan chog'da gurliq chiqib imzoni etib, kirib ketib qilish kerakdi. Ammo biz bundan bir yil avval men Hidoyatullo O'g'izxonning shu qizidan tortib, xonimidan tortib, satkaplar bilan tillab, tashkilotlar kecha telefon ma'lum imzo qo'ymaydigan bo'lsang deb shu qistab oyiqi Avstraliya, mayiqi Gollandiya, oyiqi yana bir yergacha Turkiyagacha Shvetsiyadan tortib kech-kunduz telefon qilib ma'ni qilmasang bo'lmaydi deb qildik. Endi oshchaqda Mantimin Ala apandim chiqib, Tug'uluq Hamid apandim, Nijat Turg'un apandim, Dilyar Musobayevalarga imzochilik kuchiganligi uchun ko'p rahmat dedi. Onundan keyin bu yerda tuyuqsizlik bu imzodan keyin bu 60 tashkilotning imzo etishi, 33 tashkilotning birlashishi, bu kimlarni bearam qilyapti men bilmayman. Bu yerda bu G'olam Osmon Turplam bir inkasni yozdi. Birlari Amerikaga pul uchun keldi deb bir inkasni yozib, shuni piltis qildi. Uningdan keyin Norvegiyadagi Zumrat Tursun, Tomaris Almas xonimningki Amerikadagi ish bejirish o'rniga konsul emas, ish bejirish o'rniga kirib ketib qolgan videolarni qora kontlarga tashlab, Tomaris xonimga ig'ir haqorat qildi. Bu asli bir
diplomatiya bo'yicha bu xato bir tashkilot. Masalan, uning surgun hukumatni qo'llaydiganini bilasizlar. Lekin biz shu chaqgacha men Facebook'imni o'chirib aytgandim, ammo ko'rib turyapman-da, men kelib turyapti. Qaxlayapti, manda qilyapti deb. Xayr, men aralashmay chiqtay dedim. Bu davoni sesiq chiqni zaten bildim dedim. Bilganimni o'ngishilib qola dedim. Shuning bilan bu xonimga shunday bo'lib ketdi. Shuning bilan men Tomaris xonimga telefon qilib so'radim. Tomaris xonim, Tomaris edi, bu qanday gap bo'lib ketdi? Bu yerni nima kirgandimiz, manda ish. Qanday menga bir tushuntirib berasiz? Sen menga isbotlar bilan videoning o'zi chiqadi-ku. Chiqarib, nimaga kirgan, nimaga dal bugungi shu ishki bexatarlik ministrligiga shu kompyuter ishlari bo'yicha xizmatga kirdiganligi uchun shundoq bir narsani do'posongni o'cha yo bo'lmasa sen ma jonxarimin gonxo ko'rgan narsani chiqar deganlik uchun bir parcha xat akilish idorasidan kerak bo'lib qolganligi uchun shu yerga kirib saqlanligini menga dedi. Mushu xizmatga siz erisha olamsiz? Mushu rasmi aytgan mushuningda men agar mushuningda bir qanday bo'lib qolsa desam, yo'q, to'g'ri, undaq ish bo'lmaydi, men hech kimni oldimayman dedi. Tamam dedim, ishondim. Haqiqatan men shu chaqda anondan Facebookni ochdim. İçişten aldıda Qurbanjon Isomiddin, Abdushukur Samsaq, Mamtimin A'la, G'ulam Osmon, Ablat Nur qilmagan yaxshi gapim, yalvormagan ishim qolmadi. Eng oxirida Sayfulloh degan bebeledik degan odam qilmaydigan iflos qiliqlarni qilib, buni buzivatdi. Oyoqda to'xtamay Tomaris Almasxonimni Norvegiyalik qo'ltiq bilan qara kontida buni talidi. Mayaqda grupni qalaymakan qildi Sayfulloh. Parallel ikkisi ip berib 60 tashkilot imzo atgan 33 tashkilot birlashmizganni buzib tashlayapti qarindoshlar. Shuning bilan men o'tirg'i sakrab chiqdim. Ey, o'g'lim dedim. Buningga bir muncha savollarni qo'ydim. Qo'ygandan keyin bu 5-ni cho'kirib elib, bir yil uning 2 oyning oldida bir naq maydon qilib, pulning kilovatqinni ochangning bir yerdan kilovatamdi u bu deb og'zini buzib javob qaytargan. Og'zini buzib javob qaytardim. 2 ayning oldida xalqaro munosabatlar bo'yicha sen bilmagandan keyin u narsani so'zlashingdan keyin hech bir hojat yo'q. Seni hech kim gacha demaydi. Chiqib Suriyadagi amirliklar, anondan keyin Suriyadagi armiya va anondan keyin Afg'onistondagi Abdullah amirligi bir nima dedi deb Dilyar u yerda agar Xitoyning qo'li bo'lib qolsa, shuni deymiz degandan keyin g'olam chiqib Dilyarni haramdan bo'lgan deb tiladi. Mayada sizlar diqqat qilmayotgan bir nuqta bor. Vatishliq Abdullah degan bir nima amirligi degan shu g'olamlar, shu ablatlarni tashlab qo'yib ketgan. Hozirmi beqiyotgan ashadagi mando vahobiy deganlarniki shu Hojim Dadiston pul elib shu yerga avat berayotgan. Avatdi-ku biz qildik buni qildik dedi. Shularninki bir qismi. Shuning bilan g'olamning titan tomiriga sakrab chiqib, "Ya g'aladim, asli u Eron bu Amerika bilmaydi hech narsa. Hozir degan narsadan birisi chiqmoqdimi?" Albatta chiqmoqmadi. Degan narsadan qaysi birisi to'g'ri chiqmoqdi? Yillardan beri Amerika shayton shir o'ynab qo'yishlar, Trumpni ish tashlabdi, undaq deb xalqimizning psixikasini bosadigan, xalqimizni umidsizlantiradigan ishni tog'dagi qurolliqdan tortib o'ltirib, ma hozirgacha to'xtamay kapishib keldi. Kapishib kelib, eng oxirida poxni o'siriq bilan bosirish gumpisi bo'yicha Dilyar anda qildi, lapchilik qildi. O tashkilotdagilar Xitoyning jasuslari surgundagi hukumatni ilib olmoqchi bo'ldi. Xo'p, Xitoyning jasuslari bo'lsa, avtonomiya tilaydiganlar bo'lsa, sen shu avtonomiya tilaydiganlarning imzosini ilib Amerika hukumatiga sen boshliq hukumat bo'lib beribsan. Sen nima qilding unda bo'lsa? Sen kimdan imzo olding unda bo'lsa? Sen shu avtonomiyachilar deding, Xitoyning jasuslari deding, shuningki ilib Amerika hukumatiga berding. Nima uchun bugun sen ular yana kerak bo'lib qoldi? Nima uchun yana imzoninki qandaqlarchilar yuzingni o'sha qizamay mamtinala sango qizamaysan-ku, elaqa Avstraliyadami bir fest xotining bilan urushib, kechdi chatalik xotiningni aktiv atsi, ya'ni yeshil postmani hozir kiyib yursa, senda nomus tuyg'us, bilimingning borligi rost, elaqa falsafa o'rganganing bilan psixologiya so'zlaydigan sarang nima ekansan sen bu. Ana lekin Sayragul chiqibdi. Ey Zumrat Tursun, senga dey. Sen bir vaqtda menga nima deding? Sayragul po'qib ketdi, qurultayninga kelib deding. Ajab
poqib ketgan odamni otish pensioniga ilib ishlashga bunga gapirmaydi ekansan ya. Ajab sayragildan boshqalarnikini, hukumatning kelganlarnikini ajab tillaydi ekansan-ku. To'g'ri, men dedim. Ben London ansambli dedim, naqsh ansambli dedim. To'g'ri. Ülkünü uyada sot jarayonida usul o'ylab, rahimalar naqsh etib qolgandan ansambli dedim. Sen nimalarni deding? Nimalarni qilmading? Seninkiga hozir aldirmay isbotlar bilan kelamiz, naq kelamiz. Anandan tutadigan yeringni tutib turib sen bilan deyishimiz dedi. Anandan bütün şu muaciratdagi qarindoshlarniki bular gaqalaning hammasiga qarshi chiqib, Xitoyning odami kazak qildi. Ondan keyin O'rta Osiyodagi ishlar to'g'riliq bolalarning so'yilib ketgan. Ablat Nurninki bir videosi var qarindoshlar. Men uni ili chaplab qo'yman. Uningda Erkin Ro'zi, Umid Sabit, uningda keyin Salih Xudoyor, mushlar paranglashib Suriyadagilarni terrorist degan, u Xitoyninki degan Salihning o'zining og'zi bilan chiqqan. Uningda keyin shu Mavi Afg'onistondagi ishlarni Ablat Nur biz bilmaymiz, biz unda ish yo'q dedi. Lekin birisi o'tganda buni gapga silib, sizning Ali Masum bir yurtdosh deyotgan-ku dedi. Degandan keyin bu chiqib hammani to'kdi. Voy biz mushta ishkirdagi bolalarni tarbiyalashdan tortib, mush Ali Masum setivatdi. Undan keyin mushta O'rta Osiyoda uyning ichiga kirsam tomlar qon. Oldingi yilda 2020-yilda shu Umid Sabitlar bilan 2019da shu Erkin Ro'zlar bilan paranglashgan videoda biz bilmaymiz degan odam maqaytim qista hammani iniq deb berdi. Xudoyim munofiqni yo'lda deb men hargiz xato odam tillamayman, hargiz xato odamga tuhmat qilmayman. Bular hozirga chiqib javobini berolmadi. Chunki bu Pokistondagi deysizlar, Afg'onistondagi deysizlar, to'g'ri buning ichida Xitoyning o'yini bo'lishi mumkin. Xitoyning o'yinini kim qilgan bo'lishi mumkin? Sayfiddin Azizning endi savotadingmi, G'ulom Osmon biz o'tadikmi? Ha? Tog'da sen tudingmi, biz tudikmi? Rabiya Qodirning endi sen tudingmi, biz tudikmi? 2018gacha jimma tutilib kag'alada kitob yozgandek puloq qilib chiqiblar mustaqilchilik ishlarni o'ngtay buzib xalqni paramparcha qilayotgan uningdagi sanga qo'ltiqni saplab berdi Xitoy tatayni Norvegiyadagi u butun chiqqan chog'da voy solih bolam mustaqillik bizning mustaqillikdan boshqa deb ay butun yerda degan shu Mantiston tomiri etlib ketkichi vaqirab adamlarni voy mushxonim bir erkakka mushxonim bir mushtaka degan odamlarni gap silib ovozlarini o'zing qancha qitim nar bir qitim naq maydoning bilan yiqiqi naq maydonga o'lasang haqqa tahdid selishtiring va ovozini ip qo'ydim tinivasi qo'yib bitimi sen kim sen Norvegiyaning saqchi idorisimi sen Uyg'urning taftishimi sen Uyg'urning so'chchisimi ya sana kim berdi bu huquqni hozir men tutdim Muşunda qilib, bütün adamni qo'rqitib, uning inidan chiqatganlarni tillab, buning bilan uni kalli soldirib, buning bilan uni kalli soldirib, bütün yer deganni bechit qilyapti. Mana men yiniga kelishdim burun men o'ziga degan, "Ma u bola sizni manda da'vat etsam, voy u ondoq" dedi. Yaponiyadagi muammonda desam, "Voy u Xitoy konsuldan ketanmaydi" dedi. Ashadagi qizlarni, xonimlarni aytadi-da. O'zining qarshisiga chiqib qolgan yoki buning tumg'i odamlarnikini hammasiniki. Shaxsan meni Xitoyning odami deganda men qop dedim. Unda o'z tug'liq Hamid mening inim deb nimdab shusak Yar Mamat Abdukarim yani yari sarang deb qo'ydi. Nima deb saqchiga bersa dedim. Sen meni inim deb mushlam men bilan birlik qilgan ekan men qo'yib qo'yishni uchun men bilmaydi ekanman ki sen xat kelganiki ko'rdim mana xat turibdi o'shada borib qo'ydim. Mushunda ishlarni qildi. Uningdan keyin qizi bilan keldi. Qizi bilan mushu bunaqa bir zot bilan jidallab o'tgan chog'da yog'andan bir soqchini aka mushu Mirzotning aksi sizni mushta qildi buningga buyruq keldi deb ishparay bilan qizi bilan ishparay kompyuterda materiallar tatadi biz yotoqda qilib qolib o'qotan chiqatgan nimaga chiqatdi o'qimayman men shu telefonda o'ynaganda qilib shuning bilan ishparay singlim Maudas rasmo yaqamı maşusiya bexatarligi darsi kirgan esasam tam aka o'qimayman opam bildi-ki opam kapta bu uchur dedi xo'sh bu uchur opangga nerdan keldi u qizingninki shu yotoqning ichida menda paranglashib qolgan chog'da o'kilma bir videosini shunda kesib chiqarib qo'ydim estralaringni gulferalaringni nima tutib olsin deb baliki biz bir ustalda o'tirib tuz davom etdik sana ogohlantirishni berdim biz sendan o'rgandik haqiqatdan chiqib so'zlashni ma ishda taraf tutmaysa mana shu qo'yib bersak bütün askerlikni sen qilding hamda ko'rsa shuning bilan
Bu ishlarni chiqib, mashundaq qilib, uningdan keyin Mirzatning bolalarini telefon qilib chaqqizding. Qizing bilan yolg'on dokument yasab, Xitoylik saqchilar nereden sana uchir keldi, uni bilmayman. Shvetsiya bexatarligilarsin, men orqali kirgizding. A, uni biz tushundiralaymiz go, keyin jiq narsalar bor ku, 3 telefonik sana o'tkigan, Google Drive. Shu. Uningdan keyin qanday qildi? Sana bu huquqlarni kim berdi? Seninki butun birsiniki onang telefoningni sen Qurban Jaysamiddinki, Zökraysaning paranglashganlarini og'izlab, YouTube'lar qo'yib o'ynab, sen kim berdi bu huquqlarni? Sen Norvegiya hukumat shuni berdimi? Sendek bir debavxo, pitnoxo'rga Amerikaga 10 qaytim berib keldim, hukumat chiqdi. Sen ashkaptiringni o'disdi, o'zing chiqa olamsan, o'zing videoing bilan, tiling bilan nimani turibdi. Sen adresing demamisan, nima ish hozircha adresing delanmaysan. Sen nimani yo'shiryapsan Norvegiya hukumatini? Sen iliq o'nchi muncha tilla qo'yganga isbot bilan kel. Isbot bilan chiqma, voy yecha qiz, voy ko't deb og'zingni buzib qolmayding. Buda nereden ilinib qolding o'zing? Nima ishlarni qilib qo'yganingni o'zing bildingmi? Tushundingmi? Uningdagi bu ishlarni sen qilib bergan butun qizingga menga qilib berdigan meshakib. Sen butun video asaydigan, kesib choplaydigan, uni qilgan. Sen bir o dunyo uyg'ur qultining bir do'lqin ishlarni kitobini qo'ra saviyani menda o'qiyapman, diplom bor deb. Senda naning diplom bor? Konserttirganning diplomi yo'q senda. Sen ishga olmasa, normal bo'lmasang sen. Normal bo'lsang bo'ladi. Ammo bu ishning ichida buzganning ichida sening nayt roling keskin yarqinchimi? Hammadam nayt buni aniq ko'rgilik. Onundan keyin qarindoshlar. Meyada bu G'ulom Usmonning aldamchiligiga yana bir shohid bir narsa bor-da. Bu odam endi iliqi ajoyib aldamchi ekanda, men burun bak maqtab ko'tirib, menga qarindoshlar bu Zumrat kundi, voy surgundagi matbuotida hukam, voy uningga ishonmang, u yog'an, voy bu bundaq, u undaq desa, ha, mushtakanda deb men bilmayman-da, misollar bular degan chiqib qilib ketdi shu. Tamam, masalan, aylarninkini qildim Fransiyada, mayli to'y qilib baz qilib qo'ygan. Tamam, uninkini dalil isbot bilan tashlab, shu bechora Dubaydagi ayolniki shu ayol hamshirimizning pulni olib uni xato demayman. Uyalaring kelgan chog'da haq berma. Imzo yig'ish faoliyatlari kelgan chog'da qilg'ayring kelgan. Lekin sening miyada xalqning materialini to'plab, xalqning pasporti Odil Chinar deysa, uningdan sirt yana kimlarniki 10 ming imzo qarindosh o'zingning iniq turibdi. Xalqning adresi, Mamtibin doktorlarnikini so'rg'izmoqchi o'g'lim Mirzatqa, Rabiya Qodirning ovozini og'izmoqchi o'g'lim, menga og'izmanga bir narsanikini keyin, voy sen bu adab bu qonunsiz bunday ish, bu to'g'ri kelmaysan. Voy yo sizning so'tingiz uchun mening butun narsamga Shvetsiya bexatarlik idorasi egajimi, sen o'chirib qo'yapsan meni. Eng yaxshisi 9-yil ko'rsa qolganini. Va shunda dedimi? Amdi qarindoshlar, G'ulomninkiga kelayli, G'ulomning men sizlarga bir narsa ko'rsatay. Mana ko'ringlar qarindoshlar. Mana men videoni tagiga chaplab qo'yman, men o'qib beraman. Men G'ulom Usmon Yag'ma deganiki. Meyada Oqistonda bir qarindoshimiz aytdi. Bu peshqadamning Balochistonga beringlar deganga. Bu peshqadamning rag'batlantirishga ma'qulmi deyli? O'zingiz yashinib qolgan bo'lsangizmi, avatkida qiron o'g'illaringiz bor-ku, shularni avvatsangiz bo'ladi-ku o'zingizning o'rniga desa, bahonangni bak ko'pkan. Haqiqatanmi ta'sirlandim. Katman o'tmaydigan ba'zi yerga o'xshaydigan mujohidlar qiron o'g'illarimning to'ti Xitoyning qo'lida, gohi turma, gohi kamp aralash berib kelib turyotidi. Eg'ir kelgan bo'lsa, hech kim sizni zo'rlayotgani yo'q. Eğer kelgan bo'lsa, hech kim sizni zo'rlayotgani yo'q-ku. Mening o'zimning buyruq qo'ymasingizmi, Suriyada turilib, minnat qilib ketgan mujohidlar demoqchidim. Bundan 28 avval shularga qilgan tayyorlikni qilib, hech kimga tinmay keldik. Ular bek cho'ng ish emasdi. Endi xuddi haydigining olti o'shga, ho't, vang olamni oldi degandek minnat qilib ketganlarga qo'l qo'ydim. Men bora olsam, hech minnatsiz davron qilib ketaman. 4 balangninki bo'pti. 4 balang unda bo'lsa, turmada bo'lsa, kimning balasi? Sening balang-ku, men qizingni olmadim. Kesib etib turdim hozircha. Men sening balang-ku. Nima deb kazzoblik qilsa, bir o'g'ling bor ekanmish, bir o'g'lingni nima deb da'vo qilib, qo'ltiqqa o'zi chiqib deb qoldi. Mening ballalarim da'voning ichida yo'q. Mening uyimda bayroq yo'q. Voy to'danglar deb degan o'sha bo'lolmay degan o'sha Xi Jinpingga minnatdorligini, qanday ifodashligini Xitoy Kompartiyasiga bildirib qo'lamadi. Ey, Roshan Abbas ailasiga bir ig'iz yaqinlanmaysa, dadangning og'ziga shilang tiqib, qo'ni to'shigidan chiqarib, Zumrat Tursunqudi bilsa.
İningning to'yida qanday qilding? Abi Bekram Tursunning singlisi adisi Maraba Tursun deb berdi-ku, o'zing angladingiz qo'rqinglar. Voy, mana deb kirib, u yerda jidalni qilib, voy satturida bunday qilmanglar desa, gajgangdan patonini ishtirib chiqaribdi. Bir eg'izga aql oldingmi? Uni haqda o'shirib keldim. Uni keyin men Bekramninki hadis bilan paranglish jarayonida bildim. Tamam, mening Bekram bilan problem bo'lsa, men chiqib uni bilan deyishdim. U deyishdi, u sotga berma dedi. Ayol ikkisi kutyaptimi? Sotda yengilsa, mana o'tganda Mirzahmat akamiz Rayla adimizga chiqib, ko'ksimga qo'limni qo'yib, men xato qilib qo'yibman, ba'zi yerlar ishtik ketib qolibdi, o'chaqlar kayfiyatim nacharligini degandek. Aqli olsa o'zini, men hozirmi degan gaplarimni yonmayman. Ama u konu narsani tatilab yana to'g'ri jidal qilish, lavozishning hojati yo'q. Sotqa berma fikam seni, patron bitma. Shu chaqni ko'rsa dedim, ma'qul, rahmat, unda bo'lsa, sendan Alloh rozi bo'lsin dedim. Bo'ldi, har vaqt mana qo'g'im ko'ksimda dedi. Anandan keyin menga dedi, seni saqchiq bergan va sotqa bergan narsalar advokatim bilan saqchiq san nomerlarini ko'rsatib qo'ying dedi. Rahmat bo'ldi. Vaqt satkas advokat shu o'zi ishigimni chekidi, yo bo'lmasa saqchi ishigimni chekidi dedim. Chunki men o'zim ishlayman, o'zim bilaman ishlarni bu atqanni. Bu yerda endi bu otishpanchi mana shunday qilib ishlarni buzyapti. Endi bu yerda buni kim buzdi? Buni shu G'ulom Qudratqulov qildi, Zumrat Tursun birlashib buzdi. Buni nima uchun buzdi? Bularga kelayotgan bir manba va pul bor. Shuning uchun nima deb tipirlab o'tirolmay chiqib, "Ey, sen bir hukumatning bir sobiq raisi bo'lgandan keyin sen quvongni qisib o'tirsa, sening iqtisod ministri, iqtisod boshqatgan chiqib, Tug'liq Hamid apa, men shaxsan meni Xitoyning uyini oldi, Xitoy bilan birga turdi degan joyda men butun varaqlarni sharaq chiqarib, "Ma ish manda, uy, ma bank tatib olgan uy, men kimdan olsam, u kimning nomiga bo'lsa o'zimdan shay" dedim. Men bir oddiy xalq turib, men bir aktivizmchi turib, men bir to'g'ri so'zlaydigan bir odam turib, isbotlarni qo'yib qildim. Sen bir albatta hukumat bo'lgandan keyin shu Ershad inimizmi shu savolni so'rg'ani uchun Turkiya tutilib qolgan chaqda shuni lobbichiligini qildingmi? Qilmading. Jimmi turib olding hamma. Jidal majra, til ahonat bo'lsa, guldir qaras chiqsa. Ishing chiqsa, voy dabdabalik, falsafa qilgan emas, men bilan xiyli yiziqchilik bor endi u. U bor, anadagi ayliqi bir Kroranning obrazi vakil deb yamanma bir sappi xotinga almashtircha, TV'ringnikini nima u qizil yog'liqlarni chigib 5 ta seriq chaqmoq, 5 seriq chaqmoq 5 varlılı qapta qep nima degan bir Amerika turib shu filmni hukumat qilayotgan odam bir tuzukroq chiqmamsa, turklarnikini ko'matamsa, kanallarni chaysangmi bir chiroyliroq bir usti beshingni o'ngshab. Nima dedim men. Shuning bilan buni buzyapti qarindoshlarim. Bu 60 tashkilot men muajiratni bo'lib boqmagan juma, men Uyg'ur tarixida men muajiratni da'vo qilib, meni Robiya Qodirni qilib boqmagan, To'lqin Aysami qilib boqmagan, oldingi tashkilotlarni qilib boqmagan, buni hech kim qilib boqmagan. Bu faqat mushu qarindoshlarniki mustaqillik degan nimishi kelgan chog'da oladiganni iplab yurib, kayniga o'rib ishtak ishligini dedi. Endi hojat tushib chiqibdi. Sizlarchi bularga imzo berish to'g'rimi? Meningcha xato. Meningcha qanday qilish kerak? Meningcha bu me'yoriy bir ikki narsani bir nim qilib aytay. Buni kim buzdi? Buni G'ulom boshliq Zumrat Tursun, shu Sayfulloh uchi buzdi. Uning ichida asosiyatdan boshqalar yo'q deyarlik endi. Ular bu uchininki gapini anglamay, bu uchi o'z oldiga qarab chiqadi. Hatto u chambarakning ichida, hatto pulollarning ichida u mamtiminalar ular Abdaturum bilmaydi. To'xtab, uning kelimiz. Nima uchun imzo atgan tashkilotlarni shunchaki satgaplar bilan xonimlarni tillaysa, odamlarni tillaysa, nima uchun imzo atmaganlarni tillamaysa? Asli ashlan tillashing kerakdi-ku. İmza atmading deb. Voy kelingli qurultoy imzo atayli deb chiqqan G'ulom sen, men emas. Men ularni taklif qilmadim. Uningdan keyin men ularni hozir tillamayman. Nima ish tillamayman? Men uning imzo kuch chiqarganimning birisi. Kuchning qanday chiqarganimni sen bilasan-ku, Zumrat Tursun. Qanday darajada kuch chiqarganimni. Men uning imzodan keyin munofiqlar qurultoy men tava emas degandan keyin bo'ldi, Dilshod Rash tutildi. Men qiladiganimni, muajiratni oldida o'taydiganimni o'tab qo'ydim. Uning uyog'ini xalq o'zi qo'yib qo'ydi. Tillamdi, maqtamdi, ko'taramdi. Men bilan punkt-punktchalik aloqa chiqdi. Men ularni mening tashkilot emas, men qo'llamaydigan deb men imzo atdim. Bu ish kuchidi.
Bol tamam. Ayıp gelse o yerden bir yerden çaklap koyumuz, vurup koyumuz bol tügüdü. Atmagan teşkilatlarını, bula şunda satgetler bilen tillemedi. Atkan teşkilatlar tillap bunu buziverdi. Ananıken bunu kim atıp koydu? Dilyar Musaboy atıp koydu. Lekin xalq bu işlarning buzilgandan keyin hech qanday texi asli nimasini ko'rmadi. Men ko'rdim. Texi Dilyar ma millat umidsizlanib ketmasin deb tashlamadim. Men tashla dedim. Nima tashlamaysan? Tashlamayman dedi. Kechirsizlar. Hadi tashlamayman. Bu o'zimizning ishni qilib boqamiz bo'ldi. Zaten ish buzilgani aniqdi. Bu ishning har bir ishni qayerligi bor. Tamam dedim. Avvabda o'zing bilsa dedim. Chunki u tashkilotlar bilan o'zlari birlashib batqan so'ng men teshik aktivizm bo'lgan ekan, ashunda. Bo'ldi. Anandan keyin pul nima atgan tashkilotlarni tilidi, atmagan tashkilotlarni tillamadi. Tamam men yerda Abdurim G'ini qarindishimiz bor ekan, bu odammi savollarni qo'ysa, bu odamni Xitoyning oyog'iga chiqarib, qora kodlari terib turib tillab o'yindi. Endi pulning kelish manbasini so'rasak, Açanınki bir nimisden bir nimi qilib topgan pulding tafovutimi dedi. Tamam, sana bugün ağzımni buzmayman, chunki ağzım buzmay deb chiqdim, chunki men birinchi qaytimda Konifardagi qarindoshlarimizning tilini ilib gapirganligim uchun buni ben buzmaslikka tirishdim. Sizlar podpolnik bilan birlashtirmaslik kerak deb buni deb o'tib ketganligim uchun. Şunun bilan Açanning bir yerdan bu pul so'rayotganlarning tafovut qilib keldimi deydi. Sen demaysa pulni iqtisod ministri chiqib beradi. Sening u onangning haqqi yo'qsa, u hukumatga pulga chiqib sen javob beradiganqa u ochidi turbatni. Mana pul kelayotgan yema u 88 ming ma'ning kelyotidi, Anderson keldi. 175 ming mana bu grant deb turdi, lekin mandaq ma 50 ming 2025 ga yaqinda keldi. Bundan keyin yana keladi, endi kirdi deb manda chiqib köstüp bir taldan iqtisod ministring berdi. Sening pichakliking, sening mashrulaşmaganligingning ifodalari, sening shu qora qo'saq, sapasiz dashqal degan gaplar sana bekor to'g'ri kelmaydi. Sen hamma narsaga sen chiqib javob berishing emas, sening odamlaring taxt turish kerak millatning oldida. O aylaqa tomari salmasini tekshirish kerak, Dilyar Musaboy tekshirish, Tug'luq Hamidni tekshirish kerak deb. Sen bizni tekshirayma demay, Sog'liq Xudoyorning doktorxonaga borib sudagin tekshirsa, nesh chiqamdi, aqtabak chiqamdi. Rahim hojimning o'g'ilninkini tekshir, necha yillik zaharli chekimlik chekkan deb uning chiqamdi yoki nima chiqadi? Sen avval o'zingninki, kichik qizingninki, xotining to'y to'ykundan tepib olgan balangmi, yo nardiki bu sang faqat o'xshamaydi ekan bu. Yomon bo'lsang, ashning DNA'ni ka tashlab qo'y, doktorxonanikini. Sening balangmi, sening ichivitay bugun ma'nosini. Demaydi emas. Qizingni balangni apirib rasmini men qo'ymay, balangni apirib ayolingni so'rab baqa, mana qaysi to'y to'ykunda do'ng'aytib turib, isqaytib turib topdingmi balani deb. Men mesela bir chiroyli yo'lida bir yaqib baqay. Shu balan kimning balasi ekan? Sang faqat o'xshamaydi u. Ana o'g'ling o'zingning kopiyasi turibdi. O sen bu ishing, boy ishingda qanday bal topsa, xotiningda seningda natija o temalar kirmaydi, sharmanda rasvo. Sen pulninkiga sen bermaysa, sening iqtisod ministring beradi, statistikani chiqarib bergan sening iqtisod ministring. Sening hargiz o pulninkiga sening aralashadigan hech qanday haqqing yo'q. Surgunlik emas, seningki emas, nim bo'lsan chiq boshmashdoqlik qiladigan. Ikkinchisi Suriyalik qarindoshlarni terrorist dedim, tillamadim. Sen tillamay kim tildi? Nimandaq yog'anchi sen, nimandaq tuzkur, munofiq, sen qotil, rasvo, sen bir qiling'o, to'rt isming bor, seningki, Zulfiqar Osman vatanda. Osimkam O'rta Osiyoda, G'ulom Osman, Abu Xabiri Pokistonda. Norvegiyalikı Zümrətdən Zülfiyə Əxət, Zümrət Tursun, İlyar Əxət, balısını, dadısının, boğusının ismini içir. O, sen bizden adımızdan tarixini okup git, yatlap gitmişsə, ben sana özəmçilikə, dayılıqı dəpəsəm, aşağı tunuşdu, ben səbəb turmuşları bozulup desəm, aşını çıxıb, sen özəmçi qara kontonu yazsam, o bu bana, senin asının rəsva qara bajoğurlap, bajidarsın kirib, yetib Xitoylar bilan nima rasvochiliklar qilib yo'ldosh tashib etib, Ilyodga o'g'loningki Axat bor, endi dadasning familiyasini ishlatmaydi. Abi ish baraydigan qizingmi shu, ish baray Mamat Axatda. Yerimi bor, yerimi yo'q. O'zingning rasvo tarixingchi, Malayziyalik rasvo tarixingchi. Sana onu sen bilan bugun bir mehnat qilishdan chiqmadim.
tor betingdagi indigenuslarninkichu. Tor betingdagi indigenuslarga imzo etibsan, xo'p bizdan emas dedim. Seni zaten hech kim bilmaydi. Sen shu ey mandan boshqa birisi chiqib, o Zumrat Tursun chiqqanmiz, yavatdan chivatdan yamsa birisining men beshini Bakramsin tashladim, bashildim, hadisnikin isbotliq ben atdim. Hidey yo'lining projektini olgandan tortib, mushu hozirgacha ismini to'lab turib, birdan bir kekrak chiqib, mana men sanga o'xshash Shamshidin Qarajim, Mehmet To'xti emas, g'ulluqlarni urdim. Abbas ailesi, sening otishliqing. Dolqin Aysa, Dilshod Reshid, nima Turg'un Aloviddin, uningki o'sha kuchuklarni hammasini mana men urib keldim ekranda. Bu bekini qo'yib ketsinjimi? Hammasining ismini danam chiqarib turadi. Tushundingmi? Dilshod Reshidni tutilishdi bir yil burun. Men senga Messengerda xat yozib nima dedim? Sen ko'y ashni ubdin. Sen tinib olsang chiqarib qo'yma dedim. Chunki sen juvitlig'ingni bilaman. Da skaner qilib turib video qilib qo'yganman. Tushundingmi? Sen hech kimning qilgan ishini ko'rolmaysa, hech kim sen xalq nima deb imzo berish kerak? Bermaydi senga. Nima deb berish kerak senga? Sen bu shuni faqat birlashtirgan yo'ling munofiqlar. Asli sen mushlar bilan birlashmoqchi. Ashulaqa bütün eskilikni qilib, voy ko'rdingmi Allah kalla, mana mushola deb odamni shu ashaga qistat akildi bular. Qistat akab, anandikin passida qo'yib turmushga bir noqon ko'rdingmi? Bu burun bizni maqtaydi, mana munda bo'ldi hamda de. Bu chiroyli to'qni o'siriq bilan yepish kumpisi bularninki. Bu birdan bir bularni qo'llanib ketgan. Undan emasda, menga ishlamaydi. Oyliq bizni tillab, apamizni, dadimizni tillab kirib ketamikin, u uxlab tushing. So'zlaymiz. Faqat menda vaqtincha yozda qiladigan ishlar bo'lganligi uchun bultur yozda qolib ketganda. Kelar yil yana mushtaq vaqtlar ko'rsak, kimlarning tutildigini. Amerikada. Biz sangijiqga haqimiz yo'q. Shuning uchun ama bu ishga param yo'q. Ammo imzo yani talab qilib chiqib kelsa, men xalqqa bir oldidan kino lenstak o'tkazitay dedim. Aningdikin indigenous sening torbetangda turadi. Sen emas deb turib, yani nima uchun indigenous sening torbetangda turish kerak? Sen torbetlarni ichib qaramadingmi? Ang bo'lmi degan chaq Zumratning qizi qarab bermadimi? Istirullah qarabadimi? Senlar ashni ko'madingmi ish pas munofiqlar? Ha? Seninkini rasmini shu kofe ishgan yoki teatrxonaning ichida ish paraylar udul-mudurib ishgan men asli tatqan. Maydonnikin bir tatqan qo'yib etaydiganda men Zumrat Tursun kecha dadisini o'ldiribdi, faqat apisi aramni turibdi degashga o'kini ish parayniki yon tarafnikini tashlab qo'ydim. Xayr, mushniki bir kalmika mushning bir nimasi bir nima bo'lib qolgan men u ola qolmay deb. Sening ko'zing ko'midimi ashlarni? Anaqa Shveysariyadan kelgan Latigoy. Senin ko'midimi ashlarni? Sen topolmamsan ashlarni. Nima deb bu narsalarni xalqning oldida tashlamaysan? Nima deb shu shuycho'larnikini tushgan seriklar bilan tushgan rasmlarni chiqarib manda narsalar bo'ldi deb turib, nima deb oldindan qo'ng'ini etib turib mangmaysa, pakallatib chiqarib adiq-ku. Amaliy ish, xalqaro jinoiy ishlar sotiga amaliy ish qilishlar. U ahmaydigan ishkan $88 ming nerdan oldim? Chiqamamsa donation olganmiz kim berdi? Biz potpolga qiyinchilik haqlar 500 dan 1000 dan 9000 dan berib turib, qanchalik tasdiq yig'ilganini ko'rdik. Senin o alçıklançlarını kaçlık adam battı. Kaçlık donation kilat. O donation nereden kilowatıdı? PayPal'dan kilowatıdı. Hoş PayPal'dan kim uğratıdı sana? Tağanın balısı neme için 2019 üyege o temalara. Onun deken yıllar boyu davanın için iş kandak otama, iş kandak neme kılmay. Acap bir tuyuksuz 2018 kelgen çağda Amerika'nın başka bir şehirden tağan kilodu. Mustaqil jangchisi bo'lib, Sayfulloh chiqib, u hozir hech kimga joy bermaydi, bo'ldi. Muqim mablag' tijorat degan alomat qilyapti-da, anaqa yayma. Anaqa nimaninki, ma'vo nima deymiz? Anaqa Al Jazeera'ninkiga $100 $200 to'lab 8 yil Oqsaroydan turayotgan qahramon deb. Qahramon degan ne bu mediaga pul berib, o'zingni maqtag'izmaysa, o'lgan tabiiy vujudingdan ixlosingdan, imoningdan keladigan narsa u. O'sha 5 vaqt namoz Xudoga döngib o'qgan bilan o'tirash yarim qon seninki qildirim.
Şununla uylarından kızların paramparça olup çıktıdı. Nuri'nin koyunu dügülep oynaydı tacınlar digenlerin. Kızların digenini apırıp digenini babırlar digen qo'sqilib qoldirib, anındaki mecbur berevettin. Yani bir sana Tatayninki Fransiyadaki jig'illar yurdi. Sen bir dada olsan, vallahi bir megir beralsan, chiqtamda. Qo'ltiq paskina rasva gaqib ketdi bizninkilar. Bizninkini qara. Ota-onamiz turmada bo'lsin-ku, biz axloqimizni yo'qotmay. Bizni og'ziga chiqib qolmay. Adimizmi ashadi to'yini qilib, chiroyli uyini tutib, ketyapti sanjalab chiqdimi? Birasi seni bir o'ng damdi. Shuning uchun purab qolmaslik kerak, u chiqish uchun miya sog' bo'lish kerak. O ballarının toylarını tatip inip ketipti. Üzerinin konuda lıq poq, elaqı sınının resva, ürümçide bajidarının başlıklarıyla yitip Xitaylı bilen. O ayada resva, üzerinin Malaysiyada resva, İran ile halkaralık ajraştın dep çıkıp gitse. İran'ın mı tıqqalları var ki, senin İran'ın tıqqalları çıksan bir narsa demedi ki. İran'ı sistemsan mı? O'zingninki quvongniki to'qqa qara, paskini rasvo qilgan yo'q. Sen kim bo'lsan, haqni bundoq qildim. Qonga ershak bog'i. Barada 9-chi oyda seni topammiz-ku. O'g'lingni qanda qo'g'lab turib, cho'shqida chaqirtimiz. Naq maydonni qilamiz, ershatma opiraman. Ila saqchiga berma, u bodaq men bir nima qilib tikaman, tat video qilib berib olgandim. Shu saqchiga berdimi, shu yerda bir-birisinga ulanib chiqsa. Ko'rmaysiz? Voy sen kelanmaysiz deb tashlamam chadirsingni. 24 saat bana. Trondheimga berish bana 24 saat. Bevosita aeroplan bor Stokholmda Trondheimga tashrif. Tashlaradirsizni. Kela qilib bir nima qilib baqara tashlaram, qanday qilganimni ko'rsa. Chachirt etma javobni olsa. Tushundingmi? Qizing bilan seni chachirt etma ko'z oldingda. Umrlik pushaymonda qolsa. Berib saqchiqda. Mishta qotib to'g'ri chiqyapti. Lekin sen aqlli qilib barammayapsan. Nima uchun? Mening nimani yugab kirib, bu yerda nimani qilmoqchi bo'lganimni sen bilib olding. Shuning uchun men seni qistavataman. Qani, birisini Ahmaydan qilib bo'lmoqchi emas, birisini tanlab bo'lmoqchi yugurib chiqib bo'lding, nimada chiqolmaysa? Chiqa. Jibera xalqqa javobini meniki. Qizing yemayotamda pul, projektini qilib, otish pasida yeyishmayotamsa setib. Chiqa. Javob bermamsa menga xalq qarab qoldi. Suriyadagilarni terrorist deb tilashmadingmi? Xitoyning odami deb tilashmadingmi? Bo'pti, uni mayli deydi. Uni tinib ol, shuncha isbotlab turibdi. Aqtashlik kitob deganda Xitoy cheqirib ketdi. Xitoy cheqolmaydi. Sen Xi Jinpingga pas chiqarib izbading. Suriyadagilarni ashqarindoshlarni Xitoyning o'yini, Xitoyning odami, Xitoyning o'bi deb aqtashlik kitob qilsa yozding. Agar Xitoymi shuni davotsa, aqtashlik kitobning ichida bor, yozdingmi, yozmadingmi ishda? Bir narsani berish uchun manba bersa, manbaring bormi, to'liqmi? O'zingninki quvongniki poqni yig'ishtirib, anangnikidan chiqib, sen palonchi desang bo'ldi. Mana men har qanday vaqtida mening qarshimga birisi chiqib nima desa, mana men har qanday vaqtda chiqaman. Javobini beraman millatga. Bunday ishma u. Dedingmi, dedim deb. Voy o'zing chiqib to'g'ri Hamidning qancha yuzi bor deb yutib. O'zingning qancha yuzi bor, seninkini yasab o'ynaydigansa Zumrat tursun, chaqchaqlari Zumrat tursun, yumurlar olib ketdi. Yumur seninki. Butun hamma narsangni tushirib taq qilib 2019 ga jur'at bilan qilgan tartibda. Mening vaqtim yo'q-ku, uni kesib, haqqa chaplab chiqarib u bo'lgan. O'ynaysan, nima ish qilding? Ovozimizni qo'yib etib bundoq onangning haqqi yo'q. Qo'y bo'pti dedim-ku. Qo'ysangmi qo'yaver. Sana shu haq ishini voyada palanch-palanchga Pokonch-pokonchga voy ochtamafka, men bu shunda anglagandim, yaxshi to'xtab turing, men sizga yana bir fikrlarni bermay deb. Haqni uning ovozini buning deyilib, buningkini uningga so'zlagizib, butun qalayim-qanchani qilgan kim u? Butun odamning pasportlarini jiqqan kim u? Sen. Butun odamning xotinlarining rasmlarini, butun uchur to'r yo'q emas uchurlarni maxfiy odamlarga qilgan kim u? Sen. Sana bütün avazdan ağızdan kim o sen? Bu narsani kim ratlab berdi? Senin qizing ratlab berdi. Bu jinoyatga senin qizingmi sherik. Sen bu o'g'ilni sen kim berdi? Norvegiya hukumati berdimi? Norvegiya hukumati hargiz bermaydi. Men tayyorman dedim shu yaqin vaqt naq maydalarimni hammani anglang deb.
Seninki o nima ish qilayotganingni, nima qilayotganingni bilib turib, bizmi? Shu yerdan shu ha, so'raysanglar bu to'g'rimi yo bu qanday bu? Nima topding desam, opam topdi, opamga kelibdi uchurlar. Shuningga qarindoshlar, bu yerda-chu pullar setib yotyapti. Ma'quldanglar, ishoninglar menga. Mana Prezident Trump qaytib keldi dedim, qaytib keldi. Radioni taqaydi dedim, taqidi. Jasus var içimizde dedim, tutuldu dedim, tuttu. Tutulyotidi, yana buningdan keyin. Sadigan ketay jinim qarindoshlar. Bultu mushta vaqtlarda, men Fransiyada olimpik bo'lyapti, men yerda urushmanglar, men muxbirlarni tayyor qo'ydim deb yoldirib, chaqildab ketdim. Unimidi, mush otishdan sütlar. Qaqalar tayyor, to'g'liq biz tayyor dedi. Mush qaqalar. Bular unimidi. Onun keyin men vatanga gupirlab ketyapti, meni manda banashlar bilan mesela Turdig'o'jininkidek, Meyerkidek, Minavvar Sultonning rasmlaridek, yana iliq tashkilot boshliqlariniki u bo'lib ta'minlanglar, men bir nima qilib biz ko'chmalar idorasidan oldirib bir Yevropa muxbirlar guruhini tashkillab qo'ydim. Ma'ning oldini olaylik, men gupirlab ketmay va ketadiganning oldini ilib, ma'ningga bir hukumatlardan bunda bir qonunni chiqarg'izaylik, ma'ningga deb tushunchaga ketdim. Qildimi? Qilmadi. Mana Abdushukur Samsaqova. Yani ben bu şu hükümetin lobiçiligini qilib Abdushukur Samsaqning uyida mana turibdi o'zi. YouTube'da doktorlik unur bitirgan bir o'quvchiniki. Moshalarnikini yani ash vaqtida yani urushayotgan bo'lsin, to'xtatganmishniki bir shans beray. Hozircha bir chiqqan bir iddia bo'lmagandan keyin mishlarnikini beray deb mush ishplaslarning ismlarini kitoblarga yozg'izdim. Maqolalar chiqdi, atgan haq o'qish bitgan chog'da e'lon qilindi. Men qildim mashina, mana Abdushukur Samsaq turibdi. Allah turibdi ustimizda. Bularga bekorlikka chiqibda tillab ketayotgan, qilayotgan ish yo'q bu yerda. Haqchilikdan yerda va ishni buzib, amda bo'lgan chog'da yana aymanmasdan chiqib, voy manda bo'pti. Maningga biz shunda qilib yetishimiz kerak. Onda qilib yetishimiz kerak. Munda qilib yetishimiz kerak. Ya qimmading'u shu oldin 60 tashlabda kelib bersak, 30 shun bilash. Qimmading'u meni ola. Gaping o'tmaydi ekan-ku. Yolg'on chiqyapti-ku hammasiniki. Aşı Zümrət Tursun, İstirinlik, Bistirin degan yağan akotlar İran inqilabını qilib ketdi. İran inqilabını axib haq bilmagan tema degan o chiqirib istirilklarni qo'yib, uni anda deb, haq emas, o milli rejimdagi emas, manda degandan keyin uni bilsa, demasangmi sen bizga panoh tilayapmiz-ku, o'ylaninki men kelib ya xristian bo'ldi, ya ko't bo'ldi, shu hamjini soptirib topshirdi, uni boshqa iloji yo'q. Ularning 5 kishiligi vatan sotqish qoidalar chiqib demokratiya deb nimqangal demokratiya olamda o'zing vatanni chiqib tilayotgan munofiqlar deymiz uni. Panoh tilab miyada men dinim islomdan chekinima, quvamga yeyma deb turib chiqib panoh tilab kelib qolgan ko'pchisi u. Voy molla rejimning o'rilishi, voy onda olib ketmay, bo'lmadi-ku sening deganingda. Voy yahudaning davri oxirlashdi degandiki, degani bo'yicha voy chiqib degan lopchi munda olib ketdi, o deb. G'olam sen degan chiqib qolmay ketdim. Bo'lmadi-ku, urush to'xtadi-ku ana. Diqqat Xitoyga ketyapti-ku. Bak munda deganlikka, qara, bu senda saviya bo'lmaganligi qisib o'tirishni o'rgan. O'zingning saviyasi chiqib, qaysi bir qaytdan bir millatni rag'batlantirib baqding, qaysi bir qaytdan bir yaxshi gap qilib baqding. Ishching, teshing zaharga to'lib ketgan, haqni chiqib olamayli deydigan, bu hayoti bizadamning yaxshi gapini qilmaydigan nima, u o'zining bolasini bitlab bergan nima, vaqti kelsa, soat kelsa, ozroqni nima kelsa ana nimadan problem chiqdi, o'g'lim chiqdi. O'g'limga o qara talmirib degan akami san yerishatni, mana mening opam yo'q mening Facebook'imda deb menga telefonda, yo'q mana men seni chiqarib etmadim deb ishtek talmirib yolib ketdi. Lekin ahmaydi. Biz ashni tutamiz, ashni tutsak, anan keyin seni tutamiz. Ya saqchi kelsin, anandan keyin jidal chiqqan chog'da bu problem hal qilib bersin. Sen kelanmaydi dedim, yozdim. Biz balang burun tili tug'an, sening biz bilan kelgan chog'da tushgan, qizingning yotoqning biz bilan birga o'tpagan hamma nimasi bor. Sana evetgan narsalar bor. Sen nima uchun u narsani yig'ishang? Juvat. Sen sening nima uchun butun majlislarni yig'ib, Qurbon joyi hisobidan sen bor deb ustoq berib seni ko'kolongda tutman malangda. Sen o'tiribdi. Sening ma qilgan aytganlaringni men Seytim Turkning endi turib nima qilding? Hukumatning endi turib nima ish qilyapti? Qayerga nima yo'llayapti, nima deyapti, senikini obdan bilamiz. Sen tutdi. Chaqagancha chiroyli tushsang bo'ldi, men ishigan chekib, u yerda varang-churang qilishni xohlamayman.
Lekin seni Norvegiya o'tgan 9 yilda yo'qlab qo'yma. Mujindan asla. Shuningga qarindoshlarim bular setib yavatıdı. Bu yerda texi bir chiqqidak narsa yo'q. Endi mana o'zinglar ko'rdinglar. Men Tomaris xonimga ashtonda chiqib, ega chiqib, bunda emas, bu bunda. Chunki men bu yer Urumchi kadashlarda anladimda, voy, fukam bu qizlar degan bir erkaksanakda o'g'ilvoldek maktabdan tarbiyalash yugurashda birinchi bo'lib kelibdi. Bu o'g'ilvoldek o'tgan qizlar nima turib biz anlamagan gaplarni deydigan, xotin. Bu tigi Urumchilikmi buningki deb o'tag'andan keyin bu yerda ma'lum davlat savolishib ekan va ya bu ko'rindan chiqqan bir arpayichi qizning qizi deb dedi. Ya yog'inmi ya? Yog'in demeding bu shuni chiqib hozirgacha. Ayşe Xaqninki degan xonim qizlarga uning buningga qilmagan haqorating qilmadi. O'zanga hassilab yonini. Odam qilsa osmon ko'rdi, ko'gligingni sen ko'rasan. Hozir ko'rayotgan kuni unchalik yaxshi emas, ham shunday bo'lsinmi? Shuning uchun Tomaris xonimni meni oldimidi, shu muboraklab alaydan chiqarib ko'rdim. Nima uchun? Nima uchun taqit buni chiqarib men nima qilishim kerak? Men chunki ayni vaqtda shu xonimga ikki chiqib, bunday ish, jur'at o'bullarga, agar qarindoshlar, men agar mushu 33 tashkilotga aralashmay, men nima qilsam, oq qora kotlar bilan miyaqtim mala chiqib, bu Dilyarning baldiri bu chiqib og'zini buzmasa yo qora kot ichib odam tilini bilan bir axloqiy prinsipni ko'ryapsizlar-ku qarindoshlar. Ya bo'lmasa shu 33 tashkilotning masalan shu Odil Akashning olamda Germaniyadagi Abdurim G'aniy olamda ochiq oshkor chiqyotdi-ku maydonga chiqib. Daramana ekranda paranglashyapti. Birisi qora kot qilgan yo'q. O'zinglar hammanglar ko'rasiz. Suriyaliklar tildisimi shu, Ruqiya tildisimi shu, Tomaris Almasning tildisimi shu, Dilyarning tildisimi shu, meni tildisimi shu, Yashatning tildisimi shu, Mirzatning tildisimi shu, yana birisini tildisimi shu, kimlar tildisa? Ochiq oshkor chiqib qilanmading-ku Abbas ailesini. Zumrat degan Abbas, Roshan Abbas mening qizil sizig'im deb ishtonini qizil ko'saringni beshingga kiyib chiqatding-ku. Yag'amma, G'ulom Osmon bir qitim Abbas ailesini bilan deb baxmading-ku, chunki u otishdagi tarixingni ochiq aytalaydi. Uning Turkiyada, u yerda, bu yerda odamlar bor. U tetiydi sana. Tetidi-ku ana Nuri Tulki bilan to'lqin yasavatdi-ku. Aningga Juliana tiqdi, aningga Asmani tiqdi. Shuni ularlam yillar bo'yi uchini yig'ib vaqtli qilib uni qildi. Uning ta'ligi miyaqda dilshod tutildi. Hozir xoni shu men echsang, ashnolar echsang ular rasvo bilan yana kelib texi saypidasini tarixdagi eng cho'ng huquqni tutgan. U Aqto'ni bunda qilib bergan Payzvatni u satdi, g'ulam degan ko'p satdi, u Jalobning valisi. Satdi uni maqtavama anangizga. U satdi u vatanni millatni satdi. Sharq Turkistonninki milliy armiyaning o'g'il qizining qiniga kirdi u. U sana Payzvat bilan Aqto'ni jannat qilib bersin bekor. Vaqtinchalik u. Sayfiddinning qo'lida bo'lganchani mushtaqqa chiqib maqtaveramsa ko'p. Anangizga dabbi yo'q kerak. Haramdan bo'lgan qachon o'ylasa anangizga. Rasva. Qarab qo'y xotining degan rasva qanjiqqa. Og'zimni buzmayman degandim. Sana Aqto'y bilan u Payzvatni jannat qilib bersin bekor tushundingmi? Ishchang kirishib ketgan mehnat kuylar. Ablatnur degan o'sha qasab turadigan qotil mingitlar. Vijdonsiz! Ya'ni bizni deb qaysi yuzing bilan chiqyapsa ekranga, nima qilishmamsa millatning oldida. Ochiq xalqning o'zini ko'k. Sen-ku ochiq xalqning vakili qilib bo'lmaysan-ku, ochiq xalqni ochishda biz matejlik kasalları shu, ben shu da'vatimiz xalq uyadi. Sen qaysi yuzingni to'taqta qilib chiqyapsa ekranga o'g'lim. Yalab qarg'u. Sana vatanni, sana Sharq Turkistonni setyapti da'vatimi, o satdi. Ahmadjon satdi. Abdukerim Abbosov satdi. Maynur Qosimov satdi. Satdi ular milliy armiyani qonga kirdi, taklimakan qonliqqa monastiriyasini bosiribdi. Shu Sayfiddin shu. Shu Sayfiddinni endi sen rasmga tushding. Vatanning ichida jannatninki oshqishilgan kitobni yezib, bütün ballarni mujohidlik qilib Pokistonga chiqqan sen Sayfiddinni o'rnashtirishda. Ya'ni beliqni to'g'ri suzishda. Jalloq beliqlarni Xitoyning gap o'yinda aytdi. Misal Uyg'urcha qilib turadi. Jalloq beliqlarni deb ichida nimasi bor?
Xitoyga qarshılığı var. Hammani tantarbiya bilan ishkini chiniqayotganlarni shu Ali Masum degan o'chi Ablatnur, Ali Masum bu hammaning sesiqilchiligi bor. Birga chekilishing kerak. Bo'ladi, sana isbotni chiqarib bersam bo'ladi Yahudining pulini yeyotganingni. Menda bilan chiqarib beraman sana. Sharti bor. Sen qanday qilsan agar shuni chiqarib bersang, sen qanday qilsan butun har yillik ilayotgan pulingni chiqarib bersam, sen qanday qilsan? Dabaqa chekiramsa butun hammangda olsa albatta sen bilan qolamizda. O'zingni birdan bir o Turkiyadagi o necha tashkilot, o necha hukumatni qarab, uni biz ko'zimizga bilmaymiz, uni biz e'tirof qilmaymiz. Uning ichidagi odamlar shu seni biz beshin e'tirof qilib, sen mal to'g'ri ish qilibdi deb, xalq sening ish qilgan. Biz sendan bir narsa kutgandik, sendan chiqmadi. Sen u narsani beramiding, chunki seninki sayfidinning ro'yida qoldirib ketgan ma ishni buzadigan narsa bor. Umi buzdi, sen buzding. Tog'ning inidagi qoraliq o'tirasa qanday chiqa javob beramiz maydonga. Chiqa o'tirganmiz. Bir-birlab deyishimiz qanday. İbrahim Damollam chiqa. Hidayatulloh. Bütün hammang chiqash, qayerlash tog'da turganlaring. Sayfullohdan tortib. Suyib tashvatding qo'ballarni. Aşağıdan mushuk qutqurliqni, ichki qutqurliqni qilib. Uning kayinda kim chiqyapti? Uninki nima? Allah balasını beryapti ana. Miyonxondagi hotellar taqilib ketibdi. Angliyadan qo'g'ib ketdi. Amerikadan bolalarni tepdi. Ashta ziyonkashlik qilsang, shaytonlarni taraf-tarafdan qismoq qilyapti dunyo. Ashunda mana haq qo'qsang, Zumrat sen qo'qsang, bu hajim dadangdimi, hajim akangdimi, mana men qo'qmayman tushundingmi? Sen qo'qab, mantangni o'yintib, va otishpasini o'yintib berib, nurg'un ishlarni buzishding. Senlar tarixiy javobgarlik bersan menga, qilgan yaxshiligingdan sag'an zining ko'p, chiqib deb böyle ikki tal ishni o'jatga oshirib qo'yganing edi. Javob berolmaysan millatning oldida. Qonga to'lib ketishdan hamma. Bo'pti, qarindoshlar unda bo'lsa, meniki ham de xarakterim shu, o'zinglar bilasizlar. Ma aramliqning o'kin chiqib Sayfiddinning qo'lida shu qo'qyapti, unda qilib bergan, qanday qilib bergan bo'lsa, bizga qilib berdimi? Seni aqto'liqing qilib beribdi uni. Bizning G'uljininki, Ilininki, Börtalarniki, Cho'chakninki, ma Urumchi, Qirpa va Shimolning yiqqan butun askarlarni qonga bo'yayapti vazlik. Tushundingmi? Milliy armiyani yo'qib tashlayapti. Alixon Do'yanlarimiz bir taraklab tishlagan, bir qo'llik qurol, bir qo'llik Qur'onni tutib, Nilqining mayisidan boshlab ko'tarilgan milliy armiyani po'qib tashlayapti. Qonga milayapti. Sharq Turkistonning tuproqqa kirdi. Milliy armiyaning yosh o'g'il qizlarga kirdi. Sharq Turkistonning boyligiga kirdi. Sharq Turkistonning bir kungida irqiy qirg'inchilikka kirdi. Tut masalasi Sayfiddin. Nima deyapsan? Apangni sikkamlati Sayfiddin jalobdan olisi Do'ng'ay Jo'naqayning ichida nima vaqtaysan uni? Qanday tetabochiligimiz bor bizniki, o qo'ltiqing bilan. Uniki nima ko'rsa, ataga rasvo qalti chiqdi. Başkana rasvoninki, hammangniki. Boshqalarni yig'ibchi, meningda imzo berishmaysan. Ma xalq, ma butun narsa boshqadan bu millat e'tirof qilib turib, cho'qim bir pokiz hukumatdan birisi chiqish kerak. Pul yesimi, pulning hisobini bera oladigan manchinchilik, manchik donation kirdi, PayPal'dan kirdi, Visa kartdan kirdi. Bunda Jufubo'dan kirdi. De hisobini bera oladigan xalq chiqib savol qo'ysa, xalqning atgan teshi bizga go'har. Biz xato qildik, xalqqa rahmat mushnasirimiz diqqat qilsin deydigan bir avlod isil. Ham xatolig'ini ham ishni qila oladigan menda bir odamlar chiqish kerak. Sana o'xshab bir chiqib qo'sqilib ko'pak bo'z chiqib odam tillab kelishkicha, haqni bu yerda tillab, san qilgan san o'sha sopasiz, manqur, san o'sha dashqonlar kerak, supurilish kerak bu davoda. Tushundingmi? Birinci ben sana süpürüp verediğim Qurbanjon İsa'mdan qanday süpürdiğini görürsen. Otan malasan da çıkır gitmeye jalaptın malasını. Dentiyağım emre o düşmeye tutuyorsun. Vatlargin çıkır gitmeyece kızınki Norvegia'ya verip. Ya şermende oladigan buludu, ya kungunu kısıp meniki makul deydigan buludu. Ve sen o Avrupa'daki iki kızlarını hemmini çıkıştıra alayım etşanmamı. Olamdan keldi o meniki. Amerika'daki tötezlikin Amerika kiramiginim bile. Bağmağının bile hazır. Bunda kötülerge imza berişme. Hem şu.
Bular munofiqlik qurultiyining adimi shuning ichidan chiqqan. Jurat bo'lmish shu, ma qotilmi shu, Ablatnur qotilmi shu, ma qizi jaloblarmi shu, Tojinurmi shu, hammasi shu bularning ichidagi soliq u chekib sudigingda, sudiging tashib faqat ko't, ochiq faqat ekranga. Mana sudigim deb, qiynang tashirib ko'rsatib faqat millatga nima chiqadi ekan. Pijoni ichib, o'lga tamakin chekib, biz tilg'a vaqtimizda qo'rarangni oldi chimliq yetib qolganini esingda bordi. Millat deganga qaram, setilmaydigan tek yaqliq lider kerak bizga. Voy, bo'lanmay qolding-ku mana Izroiliya Ironningkida bo'lanmay qol. Voy, ko'tirib degan Yahudi degandan keyin, voy ko'tamisanmi bo'laverdi. O seni ishlim qilib etmaydi, pul to'qtisini bo'pti. Bari shukr qilmamsa, ya turvatqa yo'g'a uylaringning pulini topamatamsa ya. Tarixingga bir divan solamchilar shahardagi yurtni yurtga chiqib biletini yuttirib qo'ysang chapanni sepib o'tiradigan. Mashunda ayna qilib, sopolni urishlaring bor edi. Tabaza degan og'zimga shay. Ko'rpaqa do'ying qo'y shularni ko'rpaqsha, xotin qizlaring nima ish qilyapti? Erkaklarning nima ish qilyapti? Bir ko'rpaqa. Pepitumoqlar. Qissam qaqshaverdi ekan, bu qanchalik vaqt o'tib ketdi. Şöyle uzun müddet yağışıydı. Mahmut Şey. Ma'qul qarindoshlarimiz Xudoyga omonat. Berishma mana ishplasliga imzo degan narsani. La'natli takkurlar bu. Bir umdan 60 tashkilotni yig'inga kelib, 60 tashkilotni imzo qilib, 30 ni etib bersak, mening so'rash haqqim bor. Chunki Mamtimini alamini ashlar deganda chiqib, tug'liq rahmat, imzoga kuchidi deganlik uchun, sen buzib o'tganliging uchun men ishlar qilaman. Mening shart qilishim. Men qilmasam, haqni so'zlamdikan deb qilsak, ko'rdik ana. Haqni qancha so'zlaydiganini. Nerede turvatding? O'zi chiqib turdi-ku sen haqni. G'o'lam tinlashmadingmi? Sizlar tursin bilan bir-birsingni. Yeningda yurganlarimiz biladi-ku. Nimada bir kelishib nimani deyishding? Pul. Bunisi bu qo'ltiqninki, maynat rasvoninki, buni bo'lsa bu bir yerdan buning illiqliq kelib qo'qinmisi. Nima deysa? Deb chiqib bo'lgan odam tunchiqib ketding-ku, yo oldinga bosolmaysa qadamni, keyinga bosolmaysa. Oğlum, manba bilan chiqarib bermaydi-ku, sen manba vermay turib Suriyadan qarlaydi ekansan. Men bu sening kayning kirib bizlarni talam ilish talabsan. Qanday qarindoshlarimizni ko'ngli kelmasin? Sen qanday qilsan surgun hukumatni unda olsa? Biz pulni chiqib bersan, hisobini isbot chiqarib bersan bo'ladi. Men ayta olsam, u burunqidek mundalam chiqolmaymiz, shart asosida chiqirmiz. Hukumatliklar ona ko'z ichilsin. Nereden kelyapti? Anandakin belgiye verip iqtisodiy ministring bilan ko'rishma. Ashning endi o'tirib turib, ochma naq maydonni. Saqchi chaqiramdi, paxchi chaqiramdi. Mal bizni hukumat tavatgan, mendan unumatidı. Mana unda o'lsa menga bir muxbirini chaqirib beringlar, men bizning manda deb turib, planni xeyli yaxshi so'qib qo'ydim. Qanday qilsang, sen da, men saqlayman 3 kungacha seni. Tushundingmi? Keyin o'tib ketib, papa qilma. Naq vaqtida mana xalqning oldida sana iddiani qo'ydim, sendan iddia chiqsin. Tamam chiqarib berma, bo'ldi, gap yo'q. Pulog'iningkini, jilninkini chiqarib berma, gap yo'q. Sen qanchaninkida tashkilotingizga qancha odam sana qanchalik beradiganini bilmamdoq. Sen nima qilib beralaysan chiqarsak? Tamam, sen chiqarib bersak bo'ldi. Menda yo'q narsaga qara. Ben o'ta kuchab ketmayman. Voy, yemamsa, qara mayli. Ko't qeri, pul uchun yurak bag'ri qurib ketgan solamchi qeri, xotinini solab bergan turk o'zbekka. Mani angla ko't, mani angla. Yemamsa, o'zingning ishiga qara. Millatning ishini buzmay chiroyli ayrilib chiqishing kerak edi. Biz sizlarga qilolmaydi ekanmiz. Sizlar o'zinglar birlashadiganlar birlashib qilaveringlar. Lekin men imzo ishida menda birlashib chiqaylik. Biz urushmaylik deb chiroyli yo'lingni borishni bilmading-ku. Sen Zumrat tursun, bana ilgi çıkıp, benim hata çıktı mı? Neşet reis tutuldu o. Ben Tumar almaz
İgi chiqib xato chiqdimi haq degan xizmatiga shuning uchun kiribdi shu xizmat chiqibdi. Seni o gapni demaychi. Ya bo'pti qarindoshlar, unda bo'lsa Allohga emanet, amsa omon bo'linglar.